qanaqa qilib bunaqa teridan bunaqa teriga keldim? Terga tegib tuqqanim uchun emas, если что. Uxotdan agressiv yoki keraksiz kosmetikani olib tashlash, akkuratni tozalash, namlantirish, plus retinoidlar qo'shganim uchun. Bugun K-Secret brendining Seoul 1988 lineykasini razbor qilamiz. O'zbekistonga endi kirib kelish boshladi, так что ketdi полный обзор. Eng asosiy mahsuloti liposomalniy retinal. Liposomalniy degani enkapsulirованный degani, teriga chuqurroq kiradi degani. Yana ichida bakucho, vitamin C, женьшень peptidlar, hammasi ajinlar, akne va namlantirishga ishlaydi. Endi boshlamoqchi bo'lganlarga ham to'g'ri keladi. Klinik jihatdan tekshirilgan, hamma teri turi uchun mos keladi. SPF 3 xil yangi avlod filtrlarida ishlaydi. Kuchli himoya, yengil, make-up bilan ajrashib ketmaydi. Gidrofilka va penka. Bularni har xil test qilib ko'rdim. Даже водостойкий makiyajni ham tozaladi, quritmaydi. Ulitka mutsinli sivaratka va krem. Такой yaxshi bazaviy namlantirish, super yengil yozda makiyaj tegidan ham. Ishlatib ko'rgan bo'lsangiz o'z fikringizni kommentda qoldiring. Hali ishlatmagan bo'lsangiz qaysi birini ishlatib ko'rgingiz kelardi?